84 kvadrat 68500. Novostroyka g'ishtlik dom birinchi etaj. Operatorga yaqinroq qilasiz. Birinchi etaj xuddi ikkinchi etajda, chunki buni tagi ham xona hisoblanadi. Duxonturli katyol har bitta xonasiga mana shunaqangi batareyasi bor. Mana shu birinchi qavatni bitta ko'rsating operator. Moshin qancha pastlikka turibdi. Ko'plar birinchi qavat zax deyiladiganlar uchun. Mana shu kattagina zal bo'ladi. 3 xonalik полноценный. Har bitta xonasiga batareyasi bor, konditsioneri bor. Mana shu zal qismi bo'ladi. Mana bu kattalar uchun yotoqxona operator. Kattalar uchun yotoqxona batareyasi bor, plus o'zini balkonchasi ham bor. Bu ikkinchi xonasi. Mana bu uchinchi xonasi, bolalarimiz uchun yotoqxona operator. Bolalar uchun yotoqxona, lyustrasidan bilsangiz bo'ladi. Batareyasi bor, har bitta xonasiga trezasi bor, yangi remont qilgan. Bu kladovka bo'ladi. Bu kladovka emas, bu unitaz qo'ysangiz bo'ladi. Razdельный banyo tualeti. Bunga unitaz bilan rakovina qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu esa общий sanuzel. Hozir vanna, unitaz, rakovina, stralniy mashina, ariston hamma sharoit bor. U yerga yana alohida unitaz qo'ysangiz bo'ladi. Ayollarimiz yaxshi ko'radigan kuxni, rakovina, gaz plita, vichka, mebel texnika, xolodilnik, mana shu duxkonturli katyol ham joyida turibdi. Bu yerga ham alohida o'zini trezasi bor. Kimga mana shu xona qiziq bo'lsa, bizda pastda nomer qoldiramiz, srochniy aloqaga chiqinglar. 84 kvadrat 68500, yana ozgina savdosi ham bor. Adresimiz Superda joylashgan Novostroyka 5 qavatli binoning birinchi qavati g'ishtlik dom.